polvonni. Ko'pchilikda polvonni adashmasam, polvon 101 ha? 101. 1 metr 1 santimetr chiqdi. Gap yo'q. 193 o'rtog'i, 193. Mashalloh. Aka, men o'zim 3 ta zo'rni olib kelganman. 600 kilo. 200 kiloda. Olishdi. Olishmasa hayitga olib chiqamiz. Hayitda ham olishmasa, obunachilarga moshishni so'ramiz. Ana, 200 kilolik. so'ya olmaysiz deydilar. 200 kilolik qo'yi. Agar olmasa, sotilmasa, uni moshqulchiga so'ya olmaysiz. Bittasini so'yaman. Bittasini so'yaman, ikkitasini. Bittasini deyapman. Ana Hasan akam obunachilarim uchun visitkaga olib kelgan qo'chqorimni so'yib yuboraman deydilar. Rostdan so'yasizmi? So'yamiz aka. Xudo xolasa, yurib tursa bo'ldi aka. Meni obunachilar bundan ortiqcha artishadi. Bu maqtanishga emas. To'g'ri bu qo'y o'rniga 10 ta qo'y beradi. Lekin hozir olmagandan keyin so'yish kerak bo'ladi. Hurmatlasizlar, Alloh rozi bo'lsin. Kuzatib turinglar. Juda zo'r. Men Nimalarni ko'rdingiz? eng xursand bo'layotgan narsam mehmonlar juda ko'p. Juda ham ko'p. Yon qo'shnimizning mehmonlar juda ko'p. Bizda ham nasllar do'dalari bor ekan. O'sha kelib ko'ryapman. Biz endi faqat go'shtga boqamiz. Nech pul bahosi nech pul? Men 100 millingni ko'rdim. Qo'zi savdo vaqti bermayaptilar Ravilika. Keyin Qirg'izistondan bitta odam qo'yini olib kelmagan, lekin $1 million qo'yi bor odam bor ekan.